Hürmetli abunəçilər, assalamu alaykum hammaga. Bizning YouTube kanalimizdagi obunachilarimiz uchun Cobalt mashinamizni sizlarga qo'ldan kelgancha kengroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mashinamiz, ko'rasizlar, holatini, kraskalari, hamma narsalarni bir qator tushuntirib o'tamiz. Metan gazlari metan gazda toza metan gaz qo'yib beramiz bu mashinamiz. Metanını başından koyup beramiz. Sastaniyasi zo'r, eldən usitillari o'ziniki, kapotlar ham o'ziniki, zavodskoy görə verəsizlər. Sastaniyasi zo'r, germetiklərini ham göstərilən meri zo'r ana. Usitillari ham o'ziniki almasmağan, klapırlar düzülgən bir mərtə. Holatı zo'r, hazina Ximchiskadan gəldi maşinimiz. Yıl aytqanımda 19-cı yıl boladı. Salon qismlarına taza çixollar qoyğanımız, taza poliklə tazalıb turtduyna. Holatı zo'r. Yürgen kilometrlerine göre doğum bozak 120.000 kilometre yurt tuttu maşinimiz. Mekanik korobka boladı. Kondisionerleri bağ işçiydi. Yine arkalar hem knopka, eldiler hem knopka variantı. Prostoy emas, kondisioner bağ eldimiz yaz. Arka taraflar hem zor hem meri çok ki. Xullas, maşinin arkana gele doğum bozak, maşinimizin narxı 118 milyon so'm aytamiz. Mashinamiz narxi 118 milyon so'm. Yine arkalarından bir qator göstereyim. Arkalarını göstereyim. Arkaları zor yine, meri çok ki. Metan koyulup da özüm ha. Hürmetli abunaçılar, bunun metanı yok hadi. Kazadan metan koyulup tuttu yine. 2025 yıl metan koyulgan. Yine 2025 gösterip verin. Yine 2025 yıl metan koyup yine göre veresizler. Taptaza metan koyulgan. 2025 yıl. Arkaları hem meri akuratlı, zor. Kraskesine geladiğim bolsa, hürmetli abunaçılar, maşinimizin kraskesi daşı çıkan yerleri bir qatar işlengen, işqirelinde kraskesi var, hürmetli abunaçılar. Eğer bunu avtokredit etip alaman deseyizler 15 milyon so'm bilan chiqadi. Plus notarskaya xarajatları burada. Aylık to'lovi 3 milyon 700 ming so'mdan 4 yil muddatga chiqadi. Buni eng zo'r yo'lini aytaman sizlarga. Maşinimizni 23% avtokreditga chiqarib beramiz. 23%dan. 23% avtokreditga chiqadi. 3 milyon 700 ming so'mdan konsalting sug'urta xizmatlari hozir Kapital bankda arzonlagan. Shu Kapital bankning o'zidan chiqarib beramiz. Kapital bankdan foizi 23% tushgan, hurmatli obunachilar. Kelaverasizlar, hammangizni Qo'shko'pir Baraka avtoda kutamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Shinni Urganchdan kelaverishda, Xivadan kelaverishda Qo'shko'pir avtosalonidan o'tgandan keyin chap qo'llaringizda bo'ladi, yana Qo'shko'pir Baraka avto salomat savdo markazi deb yozib qo'ygan yerda işte ofisda bo'lamiz. Hammangizni kutamiz, kelaverasizlar. Shunday mashinalarimiz ko'p. Rahmat.